1. Yengil atletika. Past startdan 60 metr masofaga yugurish. Me'yor 9,5-10 soniya. 2. Gimnastika. Baland turnikda tortilish. Gambol. Qo'l to'pini bajarish texnikasiga ahamiyat qaratgan holda 30 metr masofaga olib yurish. To'rtinchi bilet yengil atletika 4-10 metrgacha maksimum yugurish. Me'yor 10,10 keyin 10,5-11. Gimnastika arg'amchida 1 daqiqa davomida sakrash. 100 marta 80 marta voleybol. To'pni ikki qo'lda bosh ustida o'z-o'ziniga oshirish. Me'yor 20-15-10 marta. Tanlangan biletlarimiz asosida normativlar topshiramiz. O'g'il bolalar отдельно, qizlar отдельно. O'g'il bolalar 1-bilet, qizlar 4-bilet. Bu imtihon amaliy normativlar baholash tizimi haqqoniy tarzda davom etadi. Ser quyosh hur o'lkam, elga baxt najot. Sen o'zing do'stlarga yo'ldosh, mehribon. 7, 8, 9. Siz bu turda ulgurmaymiz. İki, 3, 4. Oğul bolday. Bayqurazov 5. Burxonov Niyat 4. Esanbayev Davud 5.